Yevropaga safar qilish tuvandagi bir qancha shartlar bilan to'g'ri bo'ladi. O'zimiz duch kelgan masalalarda yo'l kengri, ammo o'zimiz duch kelmagan masalalarda yo'lni chingitsak, biz dinni iddiyimizga xizmat qildirgan bo'lamiz. Bir qancha kundan beri nurg'un kishilarda, bo'libmi yoshlarda Yevropaga safar qilish to'lqini qo'zg'alyotdi. Buning qarta ba'zi kishilar ular u yerga borgandan keyingi ularning yoki avlodlarining islomiy kimlik qiladigan har xil xislatlar tufayli ularni Yevropaga safar qilishni to'siyotdi. Yana bir qism kishilar ular navbatda duch kelayotgan iqtisodiy va buningdan boshqa turli tahdidlar tufayli bu fursatni ching tutib Yevropaga ko'chib kelishni tashviq qilyotdi. Endi biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan ular duch kelgan xislatlarni nazarga olib turib, o'zimizni ularning o'rnida qo'yib turib, diniy nuqtadan bu masalaga qanday bu haqda ikkilanish qolgan musulmonlar qanday qilish kerak? Oldi bilan shu narsa aniq bo'lishi kerak. Biz bir masalaga diniy nuqtadan gap qilishdan ilgari oldi bilan shu masalaga duch kelgan kishilarning ahvolini, sharoitini to'liq tushunishimiz kerak va o'zimizni ularning o'rnida qo'yib turib, uningdan keyin gap qilishimiz kerak. O'zimiz duch kelgan masalalarda yo'l kengri, ammo o'zimiz duch kelmagan masalalarda yo'lni chingitsak, biz dinni iddiyimizga xizmat qildirgan bo'lamiz. Shundaqla boshqalarga din nomidan zulm qilgan bo'lamiz. Shunga bundaq masalalarda gap qilganda oldi bilan shu masalaga duch kelgan kishilarning ahvolini to'liq egallab bo'lgandan keyin hissiyotimizga tayinib emas, islom shariatiga tayinib turib, insof bilan keng qusoq bilan gap qilish lozim. Bu masalaga kelsak, oldi bilan bir musulmon hech sababsiz holda, o'zrisi yo'q holda musulmonlar jamiyatidan kofirlar jamiyatiga yo'tkilishi, ko'chishi asla to'g'ri emas. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna azharil mushrikin. Mushriklarning, ya'ni kofirlarning orasida yashagan har qanday musulmondan men ada-juda deb gapni kesgan. Nimishqa? Har qanday bir odam o'z yashagan jamiyatning ta'siriga o'zi bilib bilmay uchraydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hech sababsiz holda mushriklarning, ya'ni kofirlarning orasida yashashni cheklagan. Chunki qiyomat kuni Alloh taolo hammamizdan, o'zimizdan va oilamizni hisob qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, o'zinglarni va oilanglarni do'zaxdan saqlanglar dedi. Demak, bizning bu dunyodagi birinchi vazifamiz baxtli yashash emas, balki Allohga qulchilik qilib haqiqiy iymon bilan yashash. Shunga har qanday bir musulmon har qanday ishni planlashdan ilgari bu ishning mening dinimga zini bormi yoki yo'qmi, buni birinchi o'ylab o'ylash kerak. Ammo bir musulmon o'z yashagan musulmon jamiyatida o'zining bexatarligidan ansirsa va yoki o'zining oilasidan iqtisodiy jihatda huddusdan chiqolmasa, turmushini qamdishidan haqiqatan ojiz kelsa, yo'l topolmasa, moddiy ahvolini yaxshilash yoki bexatarligini ma'lum darajada kapolatga ega qilish uchun Yevropaga safar qilish tuvandagi bir qancha shartlar bilan to'g'ri bo'ladi. Birinchi shart, bormoqchi bo'lgan davlatda musulmon o'zining dinini oshkor qila olishi, ado qila olishi kerak. Ikkinchi sharti, Yevropaga safar qilmoqchi bo'lgan odam o'zining bir kishilik musulmondochiligini ado qila oladigan darajada ilmga ega bo'lishi kerak va shundaqla yotlarning dinning ta'siriga uchrab ketmaydigan o'zida bir iymon hozirlashi kerak. Agar o'zining iymoni ojiz, har yerga bo'lsa shu yerning ta'siriga uchrab ketadigan odam bo'lsa, bu odamning safar qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Uchinchisi, yashayotgan davlatida o'zri bo'lishi kerak. Diniy jihatdan siqilishi kerak yoki iqtisodiy jihatdan oilasining jinni boqolmaydigan darajada qisilishi kerak va yoki bexatarlik jihatda o'zidan ensirgan bo'lsa, bu vaqtda to'g'ri bo'ladi. Yuqorqi shartlar va zurriyat bo'lib qolgan vaqtida bir odam musulmon jamiyatidan kofir jamiyatiga yoki Yevropa davlatlariga safar qilsa, ko'chsa, buningga diniy jihatdan yuqorqi shartlar bilan cheklimi yo'q. Shunga bu masalada har bir odam o'zining ahvoliga qarashi kerak. Yaxshi o'ylash kerak. O'zining emas, keyingi avlodlarini o'ylashi kerak. Endi Yevropaga berib bo'lgan yoki yuqorqi shartlar hozirlanib Yevropaga berishni qaror qilib bo'lgan qarindoshlarga bir qancha tavsiyalarni qilaman. Birinchisi, har bir musulmonning bu dunyodagi birinchi va tunji vazifasi uning iymonini saqlash. Biz bu dunyoda qanchalik bayashat yashaylik yoki qanchalik bexatar yashaylik, vaqtliq yashaymiz, ya'ni o'lib ketamiz. O'lgandan keyin Allohning oldiga borgan vaqtida bizni qutuldiradigan bizning iymonimiz. Shuning uchun u yerga borgandan keyin har bir kishi o'zining oilasiga iymoniy jihatdan ehtiyotchan muomalada bo'lishi kerak. Hatto bolalarni masjidga elib berishga chaqliq eng oddiy ishlarni sal qarmaslik kerak. Yevropaga borgandan keyingi mas'uliyatinglar musulmon jamiyatida yashagan vaqtdagi mas'uliyatinglardan ko'p ortiq bo'ladi. Ikkinchisi, atrofinglardagi musulmonlar to'pini ching tutinglar. Uyg'ur bo'lsa tex yaxshi. Agar Uyg'ur bo'lmasa-mu, boshqa millatdan bo'lsa-mu, musulmon bo'lsa, ularning to'pini ching tutinglar. Chunki musulmonning iymoni qancha kuchli bo'lsa-mu, o'zi yolg'iz bo'lsa, o'zini ojiz his qiladi. O'ziga o'xshash to'pning qishqa borgandan keyin o'zini kuchli his qiladi, iymonidan tavrimaydi. Uchinchisi, bu eng muhim. Oiladagi diniy muhitni ching tutinglar. Oilada diniy tarbiyani haftalik 15 kunlik shaklda muntazam o'rinlashtiringlar. Shundaqla oilaning diniy muhitiga ta'sir ko'rsatadigan televizor, internetni yaxshi kontrol qilinglar. Vatanimizda dushmanlar bolalarimizni ateist qilish uchun necha yil majburiy ma'rifatda o'qitibmi maqsadiga yetolmadi.
Nima uchun? Buning sababi oiladagi diniy muhitning kuchli bo'lganligi. To'rtinchisi, dininglardan hudud sirmang. O'zinglarning musulmon ekanligini oshkorlanglar, yushurmanglar. O'zining e'tiqodidan hudud surgan odamdan yaxshilik kelmaydi. Shundaqla o'zimizning e'tiqodidan hudud surish diniy jihatda keyinga chekinishning birinchi qadami. Beshinchisi, iymonni saqlashning eng yaxshi usuli o'zimiz e'tiqod qilgan bu dinni atrofdagilarga tunishtirish. Atrofdagilarga tunishtirish uchun so'zlash shart emas. Shu e'tiqodimizning axloqi bo'yicha yashasak, bu da'vatning islomni tunishtirishning eng yaxshi usuli. Shunga xususiy shaklda bo'lsin yoki kollektiv shaklda bo'lsin, axloqingizga nihoyat qattiq diqqat qiling. O'zingizlarning musulmonlarning vakili ekanligini hargiz esingizlardan chiqarib qo'ymanglar. Kishilar sizlarning sharakatingizga qarab islomga baho beradi. Sizlarga emas. Oxirida shu esingizlarda bo'lsinki, muhitning buzuqligi yoki jamiyatning boshqa dinga e'tiqod qilganligi dininglardan chekinishga yoki Alloh cheklagan ishlarni qilishga o'zi sabab bo'lmaydi. Chunki Kabening tuyida yashagan Abu Jahl iymonsiz ketdi. Fir'avnning uyining ichida yashagan ayoli iymon bilan ketdi. Agar bir odamda haqiqiy iymon bo'ladi ekan, nega bo'lsa uni saqlab yashay oladi. Masala yanala o'zimizda.